Assalomu alaykum Biyoniliklar. Biyonilik tumanida Mangu Media o'z ish faoliyatini boshladi. Hozir sizlar bilan ish faoliyatidan nurlar kiradi, kelib qanday xizmatlardan foydalansangiz bo'ladi. Birinchi adresni aytib o'taman. Bu yoq tarafimiz Savxoz Astanovka, Farovon ko'chasi. Bu yoq tarafdan toza qurilgan bilan Optim tarafga borishda mana shu yerda 5-do'kon. Hozircha endi sirtini otni yozib qo'yganimiz yo'q. Xudo xolasa 1-2 kunga Mangu Media deb turib yozib qo'yamiz. Kelib turib bemalol to'g'ri bosanglar bo'ladi. Bizlarda mana shunday o'yinchiqlar ham bor. Bular sunnat to'y, radomni olib chiqish, aynan shular uchun zakaz bersanglar bo'ladi. Bahosi 150 ming so'mdan. Xizmatlarimiz ko'rsatib o'taman. To'ylar uchun foto, video studiya, to'yingizga nur kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor. Misol uchun dekoratsiya, foto studiya, video studiya, bezaklar, zolushka, effekt, lazer hammasidan bor. O'zingiz shu yerga kelib turib, katalog sizga ko'rsatamiz, videolarni qo'yib ko'rsatamiz. Yaqqonni tanlab turib, bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Albomlarga keladigan bo'lsak, albomlarimiz shishali albomlar bor. Mana shunday to'y uchun, qiz yig'in kelib turib ko'rib zakaz bersanglar bo'ladi. Maktablar uchun vinyetkalar. Shishali vinyetka, mana shunday kojalari bor. Keyin dizaynni boshqa charaqlaridan bor. 4-sinflar uchun 1-sinf, 1dan 11-sinfgacha polni vinyetkalar ishlatsanglar bo'ladi. Ki vinyetka bo'yicha mana shunday fonlarimiz bor. Maktabingizga borib, aqfonda tushaman desanglar, aqfon qo'yib beramiz. Qarafonda tushaman desanglar, qarafon. Qalasanglar, do'stki yoki kutubxonalaringiz bo'lgan bo'lsa, shularni taxlab qo'ysanglar, u yerdan tushirib ishlab beraveramiz. Ramkalar bor. Mana to'y uchun, tug'ilgan kun, esdalik ramkalari. Keyin esdalik rasmlar. Xalagan turingizdagi razmeringizni chiqarib beramiz. 13-18, 10-15, 21-30 ana shunday razmerdagi ramkalar chiqarib beramiz. Rasmlardan chiqarib beramiz. Esdalik rasmlarni bemalol shu yerga kelib turib arzon bahoda chiqarib ketsanglar bo'ladi. Esdalik rasm chiqarib ketaverasizlar. Kserokopiya, svetnoy, undan tashqari 3x4lik rasmlaringiz. Keyin to'ylaringizni o'zingiz yaqmagan yerini qirqish kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yerga kelib turib ko'rsatsanglar, qirqib, mana shunday tayyorlab ishlab beradi. Hozir montaj ishlanayotgan yeri mana shunday deb o'zingizga yaqmagan yerlari bo'lsa, to'lab ishlab beradi. Televizorga tushmay qolgan fleshkalaringiz bo'lsa, formatlarni o'zgartirib ishlab beradi. Xullas, to'y, foto, video bo'yicha xalagan vajlaringizni zakaz bersanglar bo'ladi. Keyin bu yerda zolushka effekt. Hozir mana kelin-kuyov valsga tushgan vaqtida ishlatiladigan lazer bor. Ana shunday zakaz bersanglar bo'ladi. Qori, tutuni, sveta muzikasi, keyin valsga tushganda atlatan salyutlari, kelin-kuyov kirib kelgan vaqtida qo'yiladigan yo'laklari, salyutlari hammasi bor. Telefon nomlarini pastga yozib qo'yamiz. Telefonlashtirib kelsanglar ham bo'ladi. Qarasanglar, ofisimiz manzilini aytdik. Shu yerga kelib turib, bemalol baholar bilan tanishsanglar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sizlarni ofisimizda kutamiz. Kelib bemalol xizmatlarimizdan foydalansangiz bo'ladi.